Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Bugun davlat tashkilotlari odamlarning og'irini yengil qilish va ularni ortiqcha sarson qilmaslik tamoyili asosida aholiga keng qamrovli xizmat ko'rsatyapti. Bunga sayyor qabullar va boshqa muhim tadbirlarni misol qilish mumkin. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi mahallada keng qamrovli adliya sayli tashkil etildi. Tafsilotlar Umida Qo'shoqova lavhasida. Inson necha yoshda bo'lmasin, uning uchun ilk navbatda muhimi salomatlikdir va sog'lom bo'lsa, ko'ngli xotirjam barcha ishlarga ulgurishi mumkin. Mingbuloq tumanining Serharakat mahallasida yashovchi 70 yoshdan oshgan Oltinoy opa ham yoshi ulg'aygani sari tez-tez shifokor ko'rigiga ehtiyoj sezmoqda. Bugun onaxon nafaqat tibbiyot xodimlari ko'rigidan o'tdi, balki uy-joy, meros va boshqa masalalar bo'yicha mutaxassislardan savollariga javob olish imkoni bo'ldi. Sababi mahallada keng qamrovli adliya sayli tashkil etildi va bunga barcha yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar jalb etildi. Men 76 ga kirdim. Xolasda shaharga borib kelish uchun vaqtimizni topolmas edik. Mana bugun bular bega kelishibdi. O'tdik tibbiy ko'riklardan, xudo xolasa sog' ekanmiz. Mana shu kuni hududda huquqiy mahalla loyihasi doirasida uyma-uy fuqarolar murojaatlari tinglandi. Ergashevlar oilasining ham bir oy avval qilingan arizalari bo'yicha amaliy ko'mak ko'rsatildi. Nafisa va murodjonlar 13 yildirki shar'iy nikoh bilan yashab kelishgan va qonuniy zagsdan o'tmaganlar. Tinch, ahil inoqlikda yashab kelayotgan yoshlarning nikohlari rasman qayd etilib, zaks guvohnomasi topshirildi. Adliya bo'limi xonadonma-xonadon o'rganilayotganda men o'z murojaatimda aytdim, muammoimni aytdim. O'zlari o'sha uyga kelib suhbatlashganda shu muammomni aytdim. Mana yana shu 15 kun, bir oy ham bo'lmadi, 15 kun atrofida kelib mana topshirishdi. Zaks guvohnomasi bo'lmasa muammolar kelib chiqar ekan. Mana muammolarimiz bartaraf bo'ldi. Fuqarolarni mulk bilan bog'liq masalalari, shaxsiy hujjatlariga doir masalalar, pensiya, nogironlik pensiyalari, kommunal xizmatlar bevosita, elektr, svet, gaz sohalarida bevosita davlat organlari va tashkilotlari bilan fuqarolar o'rtasidagi tuzilgan shartnomalar qonuniyligi tahlil qilinadi. Bundan tashqari shu ichimlik suvlarini iste'molga yaroqligi holatlari barchasi tahlil qilinib, o'sha hududlarda yo'l infratuzilmalar o'rganilib, ularni o'sha shaharsozlik normalari, qoidalariga muvofiqligi yuzasidan tegishli tashkilotlarga xat chiqarib, fuqarolarning huquqiy muammolari yechib kelinmoqda. Mingbuloq tumanida 40 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lsa, huquqiy mahalla loyihasi doirasida joriy yilning shu kuniga qadar 4 ta mahallalarda mana shunday sayillar tashkil etilib, fuqarolar murojaatlariga amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.